Hojon hozir kursda. Mana endi bugungisi ne planoviy kelib qoldim anaqa. Sarichelek degan joyga. Yetib keldim, o uyda joylashdi. Endi oilaviy bu safar. Bugun 27-may 2026-yil. Hayit bayrami muborak bo'lsin hammaga. Biz Sarichelek Qirg'iziston Sarichelek ko'liga keldik. Qo'riqxonasidamiz hozir. Kelib joy oldik, joylashdik. Ertaga ashla Tog'i tepasida ko'li bor, shu yerga chiqamiz. Juda ham kamyob manzara. Doniyorbek do'stimga jo'nataman xolos, boshqasiga jo'natmayman. Do'stim qani, sizga do'ppida bulut degan narsani aytdim, Xitoyga ketayotganda. Ana do'ppida bulut keldi. Ana kelyapti. Hozir elasini ko'rsatib yuboradi. Lekin voy, ayva. Voy, ayva hammaga. To'ymi bu? Bugün 28-may 26-yil. Etlarda bulut turibdi. Bulut ish. Kechqurun rosa yomg'ir yoqqan. Mana bulutlar. Biz onu bulutga boraman deyatgandim. Bulutni o'zi tushyapti tepadan pastga yana. Hozir yana yursam yetaman. Bugun sayohatimiz 2-kuni 28-may 26-yil. Qo'riqxonadamiz. Qo'riqxonaga kirdik. Ertalab 8 da ochildi. Mana shunaqa Sarichelek davlat qo'riqxonasi. Yo'lda bitta to'xtadik. Manaqa смотревая площадкаga o'shatdik. O'ta balandlikka chiqib ketdik hozir. Mana mashinalar. Anjan nomeri. Anjan. Mana Anjarli akalar ham bor ekan bu yerda. Mana shu yerda ko'rishib oldi. Opayman hozir. Mana birinchi смотревая площадкаga keldik. Yomg'ir ham asal urib beryapti. Mana birinchi смотревая площадкаga keldik. Uni havo bulut kelib qolgani uchun bilmayman. Hali ertalab men ko'rsatgan uyimiz yonida bulut yuribdi deganlarim, bizni tovonimizni tagida qolib ketdi ular, tovonimiz tagida. Endi mana tog' mana yonimizda bulut. Haqiqiy qo'riqxona, endi dunyoda eng kamyob, noyob o'simliklar dunyosi shu yerda. Bu Malayziya, Singapurlardan ham chiroyli joy ekan. Lada legenda turibdi. Sarichelek qo'riqxonasidamiz hozir. Men bu yerlarda hozir nomini to'g'ri aytyapman, prosta bir Singapur, Malayziya deb qo'ysam ham bo'laveradigan joylar bu yerlar. Вперед, пожалуйста, не уходим. Там дорога непонятна. Вам будет казаться, что если я веду, там это легко понятно одна тропа. Если вы вперед идете, там очень много развилок.
Пожалуйста, там не убегайте. Если уходите от группы, это под свою ответственность. Если хотите уйти. Ular shu darajada bo'lib ketar ekan ot quloqlar. Mana va nihoyat shu ko'lga keldik. Sarichelik ko'li boshlandi. Ana shu ko'lga shu yerdan tepadan tog'dan suv kelib to'ldirib turar ekan ta'minlab. Ko'lni bu yog'i endi tog' bulut qo'shilib Siliyaniya bo'lib ketdi. Bu kichigi birinchisi 7 ta ko'lda birinchisiga keldik hozir. Do'stlar, biz ham bir mashinaga bir shanba-yakshanbada kelaylik. Bir esda qoladigan kontentlar qilib, damda olib, kislorodni mana shu bitta yutganingda tovonimdan chiqib ketyapti, tovonimdan. Bunday ko'tarib yuboryapti yerdan. Bunaqa tabiat bizda yo'q, o'simliklar. Ya вообще super shikardos. Ana oddiyroq qilib olganda yog'i ko'l, Lada Legenda, yog'i tepasi shunday jungli tizza bo'yali tagida Chelik, eng katta o'zeri, katta ko'l. Hadi. Boshqa qarab harakat qilyapti ekan suv, mana yoqqa qarab. Yo'q, shamol. Yo'q, mana qaranglar, mana shu tomonga qarab harakat bo'lyapti. Sekin boshqa harakat. Hozir boshqa rakursdan ham olamiz. Yaponni смотревая площадка. Sarichelikda ham anjan nomer mashinalar turibdi. Onaxon. Hojona kursda o'tiribdi ana. O'ran olib biz. Ana Lada Legenda. Ko'l va sprinterlar. Bular hammasi chet elliklar kelgan. Endi bu ko'l o'z yo'liga bu ko'lni bu qarama-qarshi endi alohida tema ekan bu. Buni alohida tema. Gapirishga ya shu o'rmon, archali o'rmon hozir. Ana o pokistonlik bratni topib oldi, doktor ekan bu. Будущий врач. Он привет передает нам. Tinch. Faqat qushlarning sayrashi. Просто ketging kelmaydi ku sen. Qanaqa bir noyob o'simlik bor ekan bu yerda, gul. Siyora. Shunday vodiyni egallab no tog' baland. Faqat ustida bulut qoplab qoldi hozir. O tepalar ko'rinib turibdi. Ana gazellarda, sprinterda orqasida ko'l bor. Hayda mana bulut egallayapti hozir. Kasrat o'radi. Keldik. Ko'lning orqa tarafi. Verash turbaza, lager. Uyda ham gaplashib qo'ydim. 1000 so'mdan ekan bir kishiga. Ya Sprinter Center parkovka. Hammasida chet elliklar keldi. Bu narsa o'rnatishdi. Mana Hidromet Center ob-havoni aytib beradigan. Ona bulut tushyapti. Maymunjon daraxtlar. Mana endi ko'lning atrofini shu so'qmoq bilan yaqalab. Mana ko'l. Suv, ko'kmak. Shu ko'l Qubbonga o'xshagan ko'l. Shu lagerimiz pastda qolib ketdi. Biz tepaga so'qmoq bilan chiqdik. Mana bu yerda bulut, ko'l suv ko'kmak. Batayam ko'kmak.
Mana va nihoyat смотревая площадкasiga kelindi. Mana shu ko'lda eng lazzatli pika shu yerda ekan. Mana endi ketdik topib. Eng chiroyli joyi. Xitoydagi Tianchi ozeridan ham qolishmayotgan navorot undan ham zo'r. boshqacha Shasasiga. endi to'g'ri otellari shkarniy dam olsangiz mazza qilib yotib nochi tabiati bizadan zo'r tabiatli joy bo'lmasa kerak. Mana bizaniki Qirg'iziston, Qozog'iston malinkalar zo'ru. Da bulun qarası balık var. Ama hazır katerga zo'n alacağız milyon balık. Yol var. Qo'shiljakda balık shiqilib qolgan. Shunda Ya. o'tga barza qatnab bo'ladi. boramiz hozir. Onda da uyturatqa. O'sha Ha. kaptaldan bor. Kaptal düşüyoruz. Ha, o'tishsa bo'ladi. Bir adam gibi gördünüz mü? O'sha yerda balık shiqilib qolgan. Narda Bunda balık çekiyor, balık Bu görüyoruz. yerdan odamlar Barımız. qochadi. Buni mana yoqda quyosh chiqyapti. Bu yoqda Qarang. eng chiroyli joyi shu yer ekan. Eng chiroyli смотревая площадка mana shu joy ekan. Menga shu yer yoqdi. O'sha safarimiz qarayapti. Lekin hech ham ketgimiz kelmayapti. Qorong'igacha yurgimiz kelyapti. Ertaga ham kelgimiz kelyapti. Jam ketgim kelmaydi ekan bu yerga kelib qolsa. Shu vodiyga tushib ketamiz.